Rabbim icabet kıl, Yirakta ana duasını. Ulug Rabbim icabet kıl, Zindanda ata duasını. Ulug Rabbim icabet kıl, Musafir yetim duasını. Ulug Rabbim icabet kıl, Vatansiz g'arib duasını. Ulug Rabbim nasib ayla, Ko'rishga vatan azodini. Ulug Rabbim nasib ayla, Ko'rishga zolim zavolini. Ulug Rabbim nasib ayla, Ko'rishga onam jamolini. Ulug Rabbim nasib ayla, Suyishga vatan tuprog'ini. Ulug Rabbim nasib ayla, Kezishga vatan gulbog'ini. Ulug Rabbim nasib ayla, Vatan tuprog'ida o'lishni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qanday yaxshimi, yaxshi turdinglarmi? Bugun biz abay e'lon qilgandek ETTV, ya'ni Sharqi Turkiston tor televiziyasi bilan tanishib o'tirgan bo'ldik. ETTV'ning sahibi, ya'ni beshi bo'lgan qaynashimiz bilan tanishib, andan keyin bu qaynashimiz ETTV zodi nim ekanligini, qancha muhim ekanligini tushuntirib o'tdi. Men jiqqa o'tmay, hozir qaynashimizni sahnaga, ya'ni ekronga taklif qilay. Assalomu alaykum, qaynashim, yaxshimi, yaxshi turdingizmi? Va alaykum assalom va rahmatulloh. Yaxshi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ancha-muncha sizning qilayotgan ishingizni ko'ryapmiz. ETTV'ni tushuntirib, nurg'un yaxshi xizmatlarni qilyapsiz. Bir qisqacha boshda mushu ETTV degan zodi nima, ahamiyati nergacha, qancha muhim xalqimizga degandek bir tunishtirib o'tsak, andan keyin xalqimiz qanday bitida yashaydi degandek temalarda o'tamiz birozdan keyin. Bo'ldi inshaalloh, rahmat. Bu ETTV degan hamda xat bo'yicha, ya'ni inglizcha East Turkestan Television degandan qisqartirmasi bo'ldi. Ya'ni ma'nosi Sharq Turkiston televiziyasi, tor televiziyasi deb tushunsak bo'ldi. Bu televizor shakllik bir supa, ya'ni bizning televizorlarda xuddi soat manchada qo'yildi degandek, shu atgan soat 9dan tushdan keyin soat 7-8 ba'da ba'zi 9-12 soat 10 soatlik butun bir kunlik programma butunlay Uyg'ur tilida birsining keyinidan birsi xuddi televizorga o'xshash qo'yilib turadigan, ya'ni an'anaviy televizor shakllik bir supa. Bu tor televiziyasida asosliqi shu tor sohasida kundalik chiqayotgan sarxil programmalar, ya'ni tor sohasi deganimda asosliqi YouTube bilan Facebookni ko'rsatma. Shuningda chiqayotgan har xil sarxil programmalarni xalqqa bir shu muhojiratdagi xalqimizga bir foydali shaklda, ya'ni ta'lim tarbiya tusini olgan shu programmalarni foydali bir shaklda kundalik vaqt jadvaliga tizib chiqish orqali shu programmalarni shu ETTV orqali qo'yamiz kunda. Programmaninki kundalik programmalarning uzunligi shu har kun o'xshash bo'lmaydi. Ba'zida 10 soat, ba'zida 11 soat, ba'zida 12 soat, hatto 13 soatlik bo'lib turgan programmalar bor. Shunchalik kundalik programmalar kunda yangilanib qo'yilib turdi.
Mesela bu programda abay çandırıp etdiniz. Mesela YouTube'dan alısılar, üye bir yerden aldığın gap. Ondaqda mesela nimiş için odul qiyinlaştırmamız, odul YouTube'a qitiplam, xalğan nimisini körüplam ötmeydi. Nimiş için ETTV'ni tushirish kerak? Mesela Endi buni tamam, bulur rahmat. Buni tushundirish uchun bir necha hukmlarni deb o'tishimga to'g'ri keldi bu yerda. Bizning vatanimiz Sharq Turkiston bo'lsa, hozir ya'ni mustamlika ostida Xitoy hukumatiniki bu 2017-yilning 5-idan boshlab vatanimiz Sharq Turkistondagi qirg'inchilik shu Xitoy hukumati tarafidan elib berilayotgan ham shu bizning tilimizga, dinimizga, madaniyatimizga bo'lgan qirg'inchilik, uchuq qirg'inchilik surati tezlashtirilgan asosda nurg'unlagan hammamizningki shu muhojiratga qiyinlashimizning hammamizning ko'nglini yerim qildigan, hammamizni andishiga soldigan, ya'ni Uyg'urning kelgusi qanday bo'lar 5-10 yildan keyin degan savollarni kallamizga to'xtamay soladigan bir holatga kelib qoldik. Endi muhojiratga Uyg'urlarni elib olsak, muhojiratga Uyg'urlarimiz bo'lsa, dunyoning hamma yerlariga, hamma davlatlariga nüfus soni az nisbatda tarqalgan. Endi mening bilishimcha, eng ko'p nüfus asosan shu Qozog'iston, ya'ni O'rta Osiyo, Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston degan davlatlar va Turkiya shu atrofga yig'ilgan bizning nüfusimizning ko'p qismi, lekin nihoyatda bir nisbatlashtirsak masalanga bu 80%, 70% O'rta Osiyoga yig'ilsa, qolgan 30% muhojiratda taxminan 1 million ya 2 million nüfus desak masalanga, u qolgan 30% boshqa shu Yevropa ellariga o'ltiraqlashgan. Endi bu Uyg'urlarimizningki 60 yildan buyanqi 60 yil deyman-ku, bu 49-yildan buyanqi 49-yilning oyoqqa bo'lgan bu Xitoy davlatining mustamlikasi ostidagi bu Xitoy Kompartiyasi ya bo'lmasa shu bu kommunist ideyasininki shu 80 yil yaqin jarayonda nihoyat zo'r Uyg'urlarimiz ta'sirga uchraganda, shunga u bizdagi garchi o'zimizni musulmon ya Uyg'ur desakmi, shu Uyg'urlik va musulmonlikning ichidami Uyg'urlik amal qilmaydigan yoki musulmonlik amal qilmaydigan yoki Uyg'urlikdan yiroqlab ketgan yoki musulmonlikdan yiroqlab ketgan ahvollar nihoyat og'ir. Bu endi buning namoyandasi muhojiratga Uyg'urlarda ko'rilyotadi hozir. Ya'ni buni hammamiz e'tirof qilishimiz kerakki, buning tipik misollarini to'r sohasidagi shu talash tortish, hech qanday qilib nimaga esqatmaydigan bir millatimizning manfaatiga yoki millatimizning kelgusiga ya bo'lmasa bir hech qanday bir narsa esqatmaydigan bir temalar to'g'risida talash tortish qilishib, tillashib, bir-birimizga azor berishib o'tyapmiz. Buning misoli muhojiratdagi shu qarindoshlarimizningki to'rda bir-biriga qilayotgan munosabatida ham shu hamma davlatlarda bo'lsin, shu o'z turayotgan davlatlardagi, shaharlardagi jamoatning o'ttirsidimi, masalan, ko'rliklik bu masalalarchu. Ham buning kelib chiqish sabablari abay degandek har xil sabablar bor. Hamda shu 80 yillik Xitoy hukumatiningki shu mustamlikasiningki cho'ng ta'siri ham ota-onalarimizningki farzandlarimizga shu bir yetarlik diniy va milliy ta'lim tarbiyani har sabablar tufayli elib borolmasligi tufayli xalqimiz mushallatdi. Shunga endi bek uzun gap qildim. Maqsadga kelsak, YouTube degan bu videolarni tanlab ko'radigan so'rin. Video on demand deydi inglizcha. Bu YouTube bir cho'ng bu uchur manbasi, nihoyat cho'ng uchur manbasi. Buni siz bilan biz ya bo'lmasa bir nechta odamlar buni ishidagi mazmunlarni xillab tanlab mani ko'raychi, ani ko'raychi deb qilgan nimamiz yo'q bizning. Birga vaqtimiz yo'q muhojirat Uyg'urlar hammasi aldirash. Ikkinchisi oldimizga nima kelsa, balkim ichib ko'rib qo'yishimiz mumkin. Shunisi ham birga nima desangiz, bizda abay degandek dinni yaxshi ko'radigan Uyg'urlarimiz dinga oid mazmunlarni ko'rdi-yu,
Uyg'ur kimligiga, Uyg'ur madaniyatiga, Uyg'urlikni kuchlantiradigan, chunki Alloh taolo bizni Uyg'ur qilib yaratdi. Biz Uyg'urning ichida yashaymiz, Uyg'urning tamog'ini yeymiz, Uyg'urning kiyimini kiyamiz, Uyg'ur uchun xizmat qilamiz, vatanimiz Sharq Turkiston uchun xizmat qilamiz inshaalloh. Shunga yani dinga ait narsalarni ko'rib, o'zimizning milliy urf-odatimizga ait ballarimizni, farzandlarimizni Uyg'ur qilib tarbiyalanishimizga ait bir narsani ancha bir ahamiyat berib ketmaymiz. Bu bir misol. Andan keyin bu Uyg'urlik bilan kuchlanib ketgan. Ya'ni o'zini nihoyatda men Uyg'urlar bo'lsam yetadi. Musulmonlik men faqat musulmon deb og'zidalar masalanga, lekin amalda yo'q. Unda qarindoshlarimizni nihoyatda jiqta masalanga. Ya men zodi Uyg'urlik deb yozsam bo'ldi deydigan. Yani u qarindoshlarimiz faqat qanday mazmunlarni ko'rib o'tsangiz tanlab qilib, shu bu Uyg'urcha naqsha masalanga, andan keyin Uyg'urlikqa ait, Uyg'ur madaniyatiga ait mazmunlar ko'p bo'lgan programmalar degandek mazmunli narsani ko'p ko'rdi-yu, lekin diniy masalalarga, diniy hukmlar shundoq yaxshi mazmunlar tushuntirilgan nurg'un nimalar bor-ku, programmalar bor turdi. U narsaga ahamiyat bermaydi, hatto ko'rib qo'ymaydi. Eng oddiy misoli men shu abay degandek programmalarni kundira atlayman dedim, suzib chiqaman dedim. Masalan, YouTube'dagi, Facebook'dagi degandek eng yangi programmalarni. Buning misolini shu Uyg'ur kanallardagi qo'yilayotgan mazmunlarningki chekilish qitim sonini ko'ra olasiz. Naqshi muhabbat bo'lsa, naqshi muzika muhabbat degandek mazmunlardagilar ajoyib jiq ko'rildi-da, masalan, necha yuz, necha ming ko'rilib ketadi, lekin dinimizga ait bir chiroyli bir ikki og'iz ta'lim tarbiya asosidagi bir narsalar qo'yilsa, masalan, bir yarım soat, 1 soat, 20 minut degandek anaqa narsalar turib ketadi, bechora narsalarning qadrlanish qimmati yaxshi bo'lmaydi. U yerda 18-20 shunchalik odam ko'rdi-yu, nurg'un odam ko'rmaydi. Ya'ni meni demoqchim nima desangiz, bizning muajiratda bir televiziya kanalimiz yo'q. Albatta bizning nimalarimiz bor, bu YouTube'dagi kanallarimiz bor. YouTube'dagi kanallarimiz televizor kanallarimiz emas uchun. Bu faqat shu o'z oldiga mazmunlarni ishlab chiqaradigan, masalan, sizga o'xshash, siz masalan ziyorat programmalari qilasiz, masalan, vatanga oid mazmunlarni chiqarsiz, masalan, vatan davosiga oid. Andan keyin ba'zan kanallar faqat naqsh muzika aytib chiqaradigan, masalan, andan ba'zan kanallar faqat xabarlar ishlaydi, masalan, xabar ba'zan kanallarimiz YouTube'da shu yana nimaga oid shu bizning milliy urf-odat, ya bo'lmasa tamoq, kiyim-kechak degandek, yemeklik, ichmak degandek shunday mazmunlarni ishlab chiqaradigan. Endi bu mazmunlarni men abay degandek bizning bir muajiratda bir to'g'ri televiziyamiz yoki televiziyamiz. Endi bu inshaalloh men o'ylayman, kelgusidagi bir shu sun'iy amra kanalimiz bo'lsa, orzu qilaman. Shuning bir asosi deb o'ylayman bu to'g'ri televiziyasini. Shunlashqa shu mazmunlarning hammani yig'ib akilib, nimishqa buni biz bir televizor shakliga akamaymiz degan bir ideya bo'lg'ashqa kalamda. Shuni yig'ib hammani abay siz ko'rsatdingiz, masalan, vaqt jadvali, shu vaqt jadvaliga tizib chiqib, mazmunlarni kundalikni kunda bir televizor shaklidagi nimaga supuga olib keldim buni hozir. Abay degandek nimishqa YouTube'dan foydalanmay buningda kirib ko'rdi deganingiz, abay degandek endi shu asosiy maqsad nima YouTube'da abay degandek tanlab ko'rish ehtimoli bor. Tanlab ko'rish nimasi bor, imkoniyati bor YouTube'da. Shunlashqa abay degandek xohlagan narsani ko'rib, ya'ni xalqimizga bir foydali bo'lgan narsalarningki xalqimizga yetib olmaslik ahvoli bek og'ir mazmunlarningki. Shunlashqa bir televizorimiz bo'lsa, bu televizorimiz atdiganda asangiz 9 dan tushdan keyin soat 7-8-9 gacha muqim Uyg'urcha programma chiqib tursa, shu Uyg'urcha programmalarda har xil moddiy, ma'naviy odamni tarbiyalaydigan shu Uyg'urlik kimligimizni, shu musulmonlik kimligimizni ham shu farzandlarimizning Uyg'ur tilini o'rganishi uchun
payda bo'lgan mush ahvollarni texmo yaxshilashimizga bir turtki bo'lsa degan niyatda bu televizor kanalini qurib chiqqan. Bu 2018ning oxiri shu nimada shu fikr shu bir idea deymiz. Shu bir nimada shu fikrda bo'ldim. Kalamda shuni o'ylab, shular nasib bo'lskan degan bir kallaga keldi. Chunki avay degandek hamma millatlarning o'z oldiga televiziya kanallari bo'ldi-ku, masalan, chet ellardami. Bizdanlam yo'q. Biz ilgari shu atalmış Şinjan televiziya kanalı da bir kanallar var. Özünüz bilirsiniz CGTV 2, CGTV 3 deb mesela 5 degandek. Bu kanallarninki ilgari endi yo'qdan yaxshi bu necha yillar burun 5-6 yillar burun hech bo'lmaganda Uyg'urcha bir mazmunlarni ko'rib foydalanyaptik. Lekin shu necha yillar bo'lib qoldi. Bu CGTV'dagi mazmunlar asosan bu Xitoy Kompartiyasining qizil tashviqoti bilan bo'yilib ketdi bu kanallarcha. Qachonlar bu CGTV'ni assangiz shu Xitoyning tashviqotini qildi. Qachonlar assangiz shu amal bo'lsa xalqni g'aflatga soladigan, qachonlar qarsa shu sulton o'ynaydigan, shu naqsh muzika bilan yapilishadigan ashuna millat ko'rsatadigan bir kanal aylandi buchu CGTV degini. Shunga bu kanallarni uyimizda ichib bolalarimizga ya bo'lmasa o'zimizning bir vatanni sevgan qolsak, vatanga sen ko'raychi deyishimizga bir nimamiz qolmadi. Bir sebebimiz qolmadi kanalni ko'rgan. Uni ichib bolalarimiz ko'rsatsak, uning foydasidan ziyini ko'p bizgacha bu kanallarniki. Shunlashqa o'z oldimizga mushtaq bir muajiratda 5 million adamimiz bo'lgan ekan, endi deyildik, shunchalik adam bor. Mushu adamlarimizga, mushu xalqimizga yetib boradigan kundalik programmalarni, kundalik yangi chiqayotgan narsalarning hammani to'r sohasiga yig'ib, ratlab chiqarib bergan bir to'r televiziya kanalimiz bo'lgan degan orzuda shu ATTV'ni qurgan. Abay deb o'tgandek, hammamiz shu ansiraymiz hamda shu abay deb o'tdingiz. Men bir qarindishimizmi shu balla kartun programlarim bor ekan deb. Masalan shu programlarni abay chiqqan programlarni ko'rsa shu chat o'zimiz nerede yashayotgan bo'lsak, shu yerdagi til bo'yicha ko'ra oladi. Lekin mana birinchi qatim shu hamma programlar shu hozirgi programlarda mana bu hozir qo'yayotgan televizyonlarda hammasi uyg'urcha til bo'lib chiqadi. Shunga noyati ichib qo'ysak, bu ma'ni ichib qo'ysak bo'ldi-da. Endi hozir masalan xalqimizning kelgan fikrlar bormi? Masalan, voy ma'ni xalqimiz qanday ko'rdi masalan bu proyektni masalan yoqdimi, qanday bir nima deymiz? Qanday gaplar bo'ldi ya'ni buningga oid, bu programga oid? Mening hamda hozir es qilganim hamda hozir Facebookning o'zida bir 800 ga yaqin agashkuchilar bor ekan masalanga. Anan lekin hozirgacha menda ko'rayotgan asosliq alg'an asosliq shu nima ko'z qarashlar, ya'ni fikrlar ya'ni ijobiy yaxshi deb o'ylayman. Salbiy bo'lganlari asosan yo'q deyarlik, ya'ni bir necha masalanga texnikalik masalalar, masalan appning o'zi bir texnikalik masalalar azroq chataqlar chiqib, shu to'g'risida ancha-muncha fikr maslahat berganlar bo'lgan, lekin hozirgacha asosliq ijobiy, ya'ni yaxshi fikrlarda bo'linyotdi xalq. Lekin ham shu muajiratga Uyg'urlarga iltijoyim shuki, bu Uyg'urlarning kanali. Buni biz boshqa millatlarni da'vat qilish uchun ishlagan kanal emas, balki Uyg'urlarimizni shu o'zimizningki tilimiz, o'zimizningki madaniyatimiz, o'zimizning islom dinimiz, ham bolalarimizning Uyg'ur tilini o'rganish uchun bir yaxshi sharoit bo'lsin degan maqsadda ishlagan to'r kanali, to'r televiziya kanali. Buni ko'rish, buni yana Uyg'urlar qo'llayalaydi. Boshqa demakchi bo'lim, ko'rib, shundan foydalanib qo'llayalaydi bu kanalni. Boshqa millatlar qilolmaydi, chunki bu Uyg'ur tilida. Ya'ni boshqa millatlar buni ko'rmaydi, faqat Uyg'urlar ko'rdi. Shon bu iltijoyim shuki, bu muajirat qarindoshlarniki mumkin bo'lsa shu ATTV'ni
telefonlarga, ya bo'lmasa iPad'larga, ya bo'lmasa televizorlarga tushirib olishini men shuni so'rayman. Chunki kundalik programma kunda yo'llanib turdi, kundalik xabarlar kunda yo'llanib turdi, kundalik yangi mazmunlar kunda yo'llanib turdi. Andan keyin abay siz ko'rsatgandek bolalarning masalan karton filmlari bolalar haqiqatanmi muajiratga Uyg'urlarimiz shundoq bir cho'ng yo'qotish oldida turmoqda, lekin buning nimasini sababini qilsa, uning balkim natijasi boshqacha bo'lishi mumkin. Lekin buningga sal qaralgan ahvol ostida, buningga ya'ni bolalarimizningki til o'rganishi, tilimizni saqlab qolishga sal qaralgan ahvol ostida biz muajiratda necha million Uyg'urlar cho'ng yo'qotishga duchor bo'lishimiz mumkin. Shunga degandek buningda Uyg'urcha masalan bolalarning kartonlari, qismli kartonlar, yo cho'nglarning filmlari bir narsam chiqib turdi kundadagidek. Mazmunlar kuni yangilanib turdi. Shunga qarindoshlarningki ko'rib, yaxshi fikrlarni berib, qo'llab-quvvatlashini shu mumkin bo'lsa, inshaalloh shu ETTVni muajiratdagi bizningki bir nima deymiz, shu programmalarimizning yaxshi programmalarimizning jamlangan bir supi bo'lishini umid qilaman. Bu yerda bir qarindoshimiz bir qarindoshimiz yozibdi, men tushiramidim, men Finlandiya yashayman, meniki Smart TV'imga tushiramidim deydi u. Bu to'g'risida men qisqa tushuncha beray. Smart TV'lar ikki xil bo'ladi. Bu yerda Mehmet Sadiqjon degan qarindoshimizga, mush qarindoshimizga bu gapni. Bu Smart TV'lar ikki xil bo'ldi. Birisi normal Smart TV bo'ldi, ya'ni ahli televizor, yana birisi Android Smart TV bo'ldi. Bu TV'ni biz Android Smart TV'ga ishlagan. Android Smart TV deganda shu Androidning Google Play Store'si bor. Google Play Store'dagi birdan-bir, ya'ni Google'ningki Android TV Play Store deb ayrim bo'luvchi. Shundagi birdan-bir Uyg'urcha televiziya, mening ko'nglim boshqa Uyg'urcha ko'rib baxmadim. Birdan-bir Uyg'urcha shu hozir ETTV. Buni ham agar shu Android Smart TV bo'lsa televizoringiz, bu joyda Google Play Store'ni tushira olasiz. Agar normal Smart TV bo'lsa, men bu hozircha ko'rolmaysiz. Men mush pat yaqinda buni normal Smart TV'larga tushadigan nusxasini ishlayapman. U joyda shu normal Smart TV'larga tushgan vaqtida har qanday shundoq ahli televizor bo'lsa, biz uning IPTV olib keldi, ETTV u joyda. Shuningki hamma davlatga berilgan bir nimasi bo'ldi-ku, URL link, ya'ni tor adresi bo'ldi. Shu tor adresini bevosita shu Smart TV'ingizdagi playerlarda, qo'yg'ichlarda shu URL adresini nim qilish orqali, etish orqali bevosita ko'ra olasiz inshaalloh. Lekin uning oz qoldi, balkim shu bir oy yo 2 oy atrofida hozir projektni ma'qullash oldida shu normal Smart TV'ga tushadigan, ya'ni ETTVni IPTV qilmoqchi biraqlam. Buning shu 1-2 oy vaqt qoldi. Anaqacha bevosita televizorda ko'rasiz. Hozir shu telefon, iPad, Android TV'larda ko'rasiz. Haqiqatan qo'llashga tegishli bir cho'ng bir nimaga siz. Endi albatta nurg'un vaqt, nurg'un ajr, nurg'un hamda moddiy jihatdan nima ketirdi. Sizmi shuni qarab bir Launchgood'da bir pul yana to'plash bir faoliyat boshlatibsiz. Mushundan biraz bir xalqimizni tushuntirsangiz. Bo'ldi. Bu Launchgood'ki ma'lum $3,000 pul yana to'plash faoliyatining birinchi cho'ng sababi abayki qarindoshimizning nimasiga qo'shib qo'ysak, bu Smart TV'ga tushmaydi hozir dedi-ku. Shu Smart TV'ga tushadigan nusxasini ishlash uchun azroq pul ketadigan bir ahvol bo'lib qoldi. Hozirda chiqimlarning hammani bu shu ETTVning o'zining chiqimlari bor, yillik chiqimi. Masalan, undan keyin shu developerlar va shu programmerlar shu appning o'zini ishlab, appning o'zining iqtidorlarini qo'shib qo'ygan. Ularga ketadigan chiqimlar bor degandek, hozirgacha ko'pdir o'zim yelimdan chiqarib kelayotgan, lekin bu qatim shu Smart TV'ga tushadigan nusxasini ishlash uchun
şu developerlar, şu programmerlar bana bu 2000 dolar atrafında baha koydu. Aşının işleş için. Şunlaşqa bu 2000 dolarını çıkarış sal eğer kilip qanday qilsam bular bu bir vaqtda 2000 dolarni chiqarish unda bek asos ish emas bu muajaratlarimiz o'zimizning holi bilan aldirash bo'lgandan keyin o'zimizning holiga tushib bo'lgandan keyin ishlab oylik deganda qilayotgan bo'lgandan keyin shunga bu shu launchpad deb bir usul bor ekan shu torbat bor ekan shu yaxshi bo'layotgan nurg'un savobliq ishlarga iyon to'playdigan bir supka bu. Shuningda shu muajiratga qarindoshlar yoki boshqa musulmon qarindoshlar yordam qilamikin degan asosda shu nimani mang'uzgan faoliyatni tunigun bir 1400 yig'ilibga bir kundan ichida launchpadga men iltimos sungandim shuna Friday Gives deb bir programmasi bor ekan bularning shu juma kuni chiqardigan uchun shuningga approchtga buni bıraklam 2600 bir kundilan 1200 ortiq 1300 yaqin qatlabdi alhamdulillah. Hozir shundalarga baray deb qapti bu pulni. Shundalarni eshib ketsa yaxshi. Chunki uning keyin qismi yana shu ETTV'ninki chiqimlariga ishlatildi. Lekin 13 kun vaqt bor ekan, bizlar ko'rib turgandek 152 odam qo'llabdi. 2662 dollar yig'ilibdi hozir. Bunun asaslık ketadigan şu ETTV app'ninki iqtidorlarining o'zgartirilishi ham albayqa Smart TV nusxasini ishlash qatorliq shularga sarf bo'ladi bu chiqim. Shu sababdan bu launchpadda shu faoliyatni mang'uzgan muajirat qarindoshlarningki qo'lidan kelishicha yordam qila olsa yordam qilib qo'yishni tuvanchilik bilan so'rayman. Yani bir narsa diqqat chekib qoldi. Miyada United Uyghur Study of Australia Incorporated deb chiqarib qo'yibsiz. Bizning Uyg'ur birlik darsxonamiz. Azroq mushuni bir xalqimiz ancha bilib ketmaydi. Uni qisqacha tushuntirsangiz. Bo'ldi. Uyg'ur birlik darsxonasi Avstraliyada 2011 deymi. 2011-yili qonunli holda Avstraliyaninki shu Fair Trade Organization deydi. Şu yerga qonunli holda bir non-profit organization bo'lib tizim qoldirilgan. Ya'ni shu turatgan yerimizga xalqimizni bir jihatdan diniy va milliy urf-odat jihatdan Uyg'urlik jihatdan da'vat qilingan bir olgan bir darsxona tipidagi organ. Ya'ni her iş kapsisiga programmalarni qilib dars qilib masalan atrofimizga yaqinlarni chaqirib billa dars qilib billa o'rganish qilib shunday kelayotgan bir organning atilishi bo'ldi bu Uyg'ur birlik darsxonasi. Bu ETTVninki bu app nimani assangiz bu appning ichida bor yozig'liq shu about us ya'ni biz to'g'riliq degan qismida appning o'zida bu ETTV bo'lsa shu Uyg'ur birlik darsxonasiniki ahli mulki. Ya'ni shaxsiy nomda tizim qoldirilmagan, balki shu Uyg'urlik birlik darsxonasiniki ahli mulki bo'lib tizim qoldirilgan. Shunlashqa ayadagi United Uyghur Australia Incorporated United Uyghur Study of Australia Incorporated chiqishning sababi shu Google Play Store'ga yoki Android bu iOS App Store'larga bu ETTV bu nimaninki Uyg'ur birlik darsxonasining ahli mulki deb tizim qoldirilgan. Shunlashqa developer unda qiliqa shaxsiy nom chiqmaydi, shu darsxonaning ismi chiqadi. Bo'ldi, boshqa deydigan gap so'z bormi? Men balki so'ramagan qarindoshlarga deydigan oxirgi. Boshqa alohida gap so'zlar yo'q. Inshaalloh muajirat xalqimizniki shu necha yilni yoki beshimizga kelayotgan musibatga sabr qilish bilan birga sabab qilishini umid qilaman. Ya'ni sabr bilan o'ta demaydi Alloh bizgacha. Sabab qildi. Bu sabab har turli bo'ldi. Hammamiz qo'limizdan kelishicha bir ishlarni qilishimiz kerak. Lekin jim o'tirib olish
dua qiliblam masalan shu duoyim bilan bir ish hal qilaman deyish bu dinimizda yo'q ish bu. Dua bilan hal bo'lmaydi, Alloh taolo sabab qiladi. Buning tipik misoli shu Musa alayhissalomningki dengizdan shu Yahudi ergashuvchilarni atmagan vaqtida Alloh taolo xolisi u dengizdan Musa alayhissalomga sabab qilmayli oshqizib berdi masalan. Lekin Alloh taolo endi dedi, sen asangni suvga o'g'in dedi. Shu orqali ochildi. U Maryam onamizninki bu tug'ut eg'irlashib palm tree deydi. Bu yo'g'on daraxtning yerida yetib qolgan vaqtida Maryam onamizga Alloh taolo nima dedi? Daraxtni lingishtiqin dedi. Lingishtiqin dedi. Nimishqida u tug'utdagi qo'sq og'riq ayol, kuchsiz ayol bu yo'g'on daraxt lingishsin nima uchun nima foydasi va ishini bilmaydi, ishini bilmaydi amaliyotda. Lekin Alloh taolo sabab qiladi. Shu Maryam onamizga shu eg'ir ahvolda sabab qiladi. Shu daraxtni lingish u daraxt o palm tree'ni tasvirlanishi nihoyatda cho'ngda masalan. Uni bir odamniki tutib qo'yganiga lingishdan daraxt emas u. Lekin daraxtni lingishdi, daraxtni tutgandek bo'ldi, ustidan meva tushdi masalan. Meva tushirishniki sababini shu qildi Maryam onamiz. Shuningga o'xshash muajiratdagi Uyg'urlarimiz hammamiz uxlaydigan vaqt allaburun o'tib uyg'onmasak bo'lmaydigan farzandlarimiz uchun, o'zimizning vatanimiz uchun, o'zimizningki shu begunoh o'ltirilayotgan xalqimiz uchun uyg'onmasak bo'lmaydigan vaqt hali burun kap bo'lgan, lekin hozir yana ham kechikmaymiz bir sabablarni qilsak. İnşallah shu muajirat qarindoshlarimizning har jihatdan qanday fitna fasodlik nimada fikrlarda fitna fasodlik bir-birini chetga qilgan sen dindordan, sen millatchidan, sen yana bir nimadan deydigan mundaq nimalarda u fitna fasodlar jiq bo'lmay, jiq vaqtini isrof qilmay unda ishlarga shu xalqimizningki, vatanimizningki, millatimizning ozodlik uchun, davlatimiz Sharq Turkistonning ozodlik uchun inshaalloh Uyg'ur farzandlarimizningki Uyg'ur bo'lib, Uyg'ur musulmon bo'lib yetishib chiqishi uchun qo'lidan kelgan sababni qilishini men shuni tuvanchilik bilan so'rayman. Ham bu Tor televiziya kanalimizningki inshaalloh kelgusida shu muajiratga bir sun'iy hamroh kanali bo'lib qurilish qilish uchun yordam qilishini ham duo qilishini so'rayman inshaalloh. Ama oxirgi bir savolni alaylik, qarindoshimiz so'ragandan keyin deydi, United Uyghur Studios, ya'ni Uyg'ur birlik darsxonasi boshqa joylardagi o'qiyman deganlarga qanday yordamlarda bo'la olasizlar deydi. Bu Uyg'ur birlik darsxonasi albayman degandek bir ya'ni undaq bir iqtisodiy manbasi yo'q bo'lgan, faqatlam shu Yevropa shu allardan bir musulmonlik programmasi yapmoqchi bo'lsak, hamda hukumatga bir qonunliq tizim qo'ymasak bo'lmaydigan holatda tizimlatgan qonunliq bo'lsin degan holatda shu har ikki hafta shu diniy ham milliy tarbiyalash programmalari asosida kitob o'qib o'zaro o'rganib qilayotgan bir so'rin hamda bu Uyg'ur birlik darsxonasining bevosita iqtisodiy manbasi yo'q. Ya'ni bir yerdan iqtisodiy manba yaratilmaydi hozir. Balki inshaalloh bu ETTV kelgusida yaratib qilishi mumkin. Shunlashqa bu muajiratda o'qiyman deydigan qarindoshlar bo'lib qolsa, ularga bevosita biz iqtisodiy yordam qilmaymiz hozircha. Lekin iyoni to'plash masalan, iyoni to'playdigan bir faoliyatlar bo'lib qolsa, biz qo'limizdan kelishicha shu qarindoshimizning ahvolini bilib qayerda o'qimoqchi, nim kasbda o'qimoqchi, andan keyin vatan millatga bo'lgan sevgisi qanchalik shu narsani hammani bilib qo'limizdan kelishicha bir iyon to'plash faoliyati yapmasak bo'ladi inshaalloh. Lekin o'zimizning yenidan bevosita chiqadek biz iqtisodiy manfaatimiz, iqtisodiy bir manbarimiz yo'q bizningki.
Buldu. Allah razı olsun kardeşim. Emmimiz kutulluk dilaymiz. Elbette dua kılımız. Maddi cihetten bolsa, $1 bolsa mı inşallah berimiz. Kardeşler takip koyunlar. O gereklik linklerini mavu yeminokçı katime şu yerden takip kılıp gündelik abay degandek nurgun acillik nurgun vaqt ketira aşı programның özünü her etdigende evetir men işqib men tüç gitme her gün muşun tayarladığın iş bolsa. Buldu kardeşim Allah sizge kolaylık versin. Müşahede programı ahırlaştıray. Sizge selamun aleyküm dey ve körünmenlerge mu. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu de. Şunun bila ahırlaşa Allah'a emanet bulunlar. Aleyküm selam ve rahmetullahi rahmet. Allah razı olsun.